Bismillahirrohmanirrohim. Bomdod namozining 2 rakat farziga quyidagicha niyat qilinadi. Niyat ovoz chiqarilmasdan ichda lablarni qimirlatib aytiladi. Niyat qildim. Bomdod namozining 2 rakat farzini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb qo'llar quloqqacha ko'tariladi va ovoz chiqarilmasdan lablarni qimirlatib sano duosi o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Va Fotiha surasi ovoz chiqarib qiroat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Va Qur'ondan eng kamida 1 oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorda ovoz chiqarib qiroat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'toynakal kawsar fasolli li robbika vanhar inna shani'aka huval abtar. Va ovoz chiqarib Allohu akbar deb rukuga boriladi. Rukuda 3 marta ovoz chiqarilmasdan Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb ovoz chiqarib Sami Allohi liman hamidah deb tik turiladi va ovoz chiqarilmasdan Robbana va lakal hamd deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb sajdaga boriladi va ovoz chiqarilmasdan 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb o'tiriladi. Allohu akbar deb sajdaga boriladi. 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb turiladi va ovoz chiqarib Fotiha surasi qiroat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Va yana Qur'ondan eng kamida 1 oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorda qiroat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allahu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Ovoz chiqarib Allohu akbar deb rukuga boriladi. 3 marta ovoz chiqarilmasdan Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb ovoz chiqarib Sami Allohi liman hamidah deb tik turiladi. Ovoz chiqarmasdan Robbana va lakal hamd deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb sajdaga boriladi va sajdada ovoz chiqarilmasdan 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb o'tiriladi. Allohu akbar deb yana sajdaga boriladi. 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qada deyiladi. Avvalo tashahhud duosi ovoz chiqarilmasdan lablarni qimirlatib ichda o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ovoz chiqarilmasdan so'ngra salovat o'qiladi. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sollayta ala Ibrohima va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Va duo qiladi. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Va o'ng tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi va chap tomonga ham assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi va shu bilan bomdod namozining 2 rakat farz namozi ado qilingan bo'ladi. Aziz ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, siz namozni yodlaguningizgacha naushnik bilan namoz paytida foydalansangiz bo'laveradi inshaalloh. Sizga namozni yodlashlik yanada osonroq bo'ladi va tezroq yodlashingizga yordam bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.